Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona olibdi, uy sotdi. Mana olibdi, to'y qildi. Men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kreditni. Olib oldi, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi deydi. Yugurib borishadi. Qanaqa qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim deydi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, menga kerakmidi shu kredit deydi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina minay deydi. Yana ham chiroyliroq uy solay deydi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qilaydi. O'zi o'tyapti kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomiq ishi bo'lsa ham, addelkasi xunigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayatdi tinch. Mana endi katta aytiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolgan. Abdurahmon ibn Avf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyov bolalar sepadigan atir ekan deydi. Ibn Avf uylandingizmi? Ha, uylandim. Avlim valau bishadi. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib bering. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh Ibn Avf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurahmon ibn Avf. Meni aytmabdi to'yiga deydi. Domlasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimiz Abdurahmon ibn Avf to'yiga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yning minimallisi shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng mol dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam, albatta yo oltin, yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ihson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqingni yeysan, uchala holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qilgin. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qilgin degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini, komili kifoyalik. Endi haddan oshib boradigan boylik emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarning xizmatida turdi Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'minlarni barcha hojatlarini sidqidildan bajarar edi. Safarga borsa, billa borardi, sarf-xarajatini qilardi. Hajga chiqsa, onalarimiz ummahatul mu'minlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina binti Vahb qabilasiga Abdurahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga sutxo'r odamni oladigan jazosini. Sumr ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar. Tush ko'rganlar aytar edi. Kunlarda birida yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida payg'ambarimiz ana shu Isro va Mi'roj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi-da, tushida mana haligi yetimni molini yegan, gap tashigan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Mi'roj kechasida ko'rgan ishlaridan riboxo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishini yetalab ketgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan qorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi.
Mana bilamiz, annaru yuraduna alayha ghuduwa va ashiya. Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lgunicha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bu qorni katta kishilar kimlar deganida bu sutxo'rlar deb javob beradi. Odamga bitta ta'sir qiladigan narsa sutxo'rlik qilib shuncha puling bormi qo'lingda yig'la. Chunki sutxo'rlik qilmaganingda ham shuncha pul bo'lardi ekan qo'lingda. Alloh rizqingga shu pulni yozgan ekan, sen harom tomondan olsan faqat xolos. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh peshinangga yozgan ekan, bo'lar edi. Endi hamma sutxo'r ham zo'r emas qarasangiz. Pulini undira olmay yurganlari bor. Prosentiga prosentini 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. Riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taoloning azobi tushishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakatni keltirishligini olib keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan keltirilgan hadis: "Vallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yabitanna nasu min ummati ala sharrin va batarin va labin va lahbin fayusbihu qiradatan khanazir bi istihlalihim al-maharim." Imom Ahmad Musnadlarda keltiradi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kechkirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipek kiyim kiyganlari sababli ular tong yotganda to'ng'iz va maymunlardek tong yottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo deganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarida birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni, mana kechki payt u kishining darsi bor ekan, payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval, masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldida, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsin. Otama haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqda bir achinarli, xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otasi haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'riqni sezdida yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishlik kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik, birdaniga jimib qoldi otam dedi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi, harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turardi.
Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib, onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tgan." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi: "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sudxo'rlikka pul berardi." Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sudxo'rlik bilan tirikchilik qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'ir yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil, 2 yil yotib jonini olgan bandalarga rahmi ketdi. Gunohlarini dunyoda tozalab olib ketibdi. Bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: ha, ana shu uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'sgan edi. Harom bilan go'sht semirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamiz o'zi bir asragan bo'lsin. Sudxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sudxo'rlikka qo'l urib, tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadi. Ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetkach, sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sudxo'rlikka o'quvchilarga dars beryapti? Shunday gapirib turib, joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryapti, shunday yiqilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlarda. Odamlar eshitganmiz, sabbo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonning hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Siz bilan bizni hidoyat qildi. Halol va haromni bildirdi. O'zi rozi bo'ladigan yo'llarni payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam orqali siz bilan bizga ko'rsatgan bo'ldi. Shundan keyin insonlar haqda itoatda bo'lganlar bo'ldi. Yana o'jarlik qilib osiyligida qolganlar ham bo'ldi. Inna hadaynahus sabila imma shakiron va imma kafura. Dar haqiqat biz uni insonni xoh shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamay kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Ya'ni shukr qiluvchilari to'g'ri yo'lni olib, mo'min bo'lgan holatda ketdi. Endi fosiq itoatchilar esa kofirlik yo'lini tanladi. Hammaga hidoyatga chaqiriq bir xilda aytilgan. Xohlaganlar to'g'ri yo'lda bo'ldi, xohlaganlar zalolatda bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta halol aniqdir, harom ham aniqdir. Bu ikkisini o'rtasida shubhali ishlar bor. Odamlarning ko'plari bu shubhali narsalardan bexabar. Endi kim o'zini mana shunday shubhali ishlardan ehtiyot qilsa, dinini, nomusini omonda saqlabdi. Mo'min banda doimiy suratda halol narsalarga intilib, haromdan taqvo qilishligi, shubhali narsalardan o'zini chetga olishligi zarur bo'ladi. Qaysi bir ishda insonning dunyosiga ham oxiratiga manfaat bo'lsa, qaysi ishda insonning dunyo oxiratiga zarar bo'lsa, shariat shu narsani ko'rsatib bergan. Shariatning asosi, shariatning maqsadi ham insonni dunyoda ham oxiratda ham saodatga yetishligi. Demak, inson shu maqsadda yashaydigan bo'lsa, shariatda ushlamasdan boshqa iloji yo'q. Alloh taolo oxiratni istagan, o'zini roziligini istagan bandalarga yo'llarni belgilab bergan. Endi ba'zilar o'ylagandaqa bu shariat islomiy unaqa bir mashaqqatli narsa emas. Alloh taolo bandalarni mashaqqatda bo'lishini xohlamagan. Agar quloq solsanglar, dunyo oxirat aziz bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima harom bo'lsa, sunnatda bayon qilib bergan. Aytganlarki, ij'alu baynakum va baynal haromi sitratan min halalin.
o'zinglar bilan harom ishlar o'rtasiga haloldan parda tutib olinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Halol rizq talab qilishlik, topayotgan mol dunyoyimizda halol bo'lishligiga biz harakat qilishimiz eng zarur farzlardan. Chunki biz agar Alloh taoloning buyurgan barcha farzlarni bajarayotgan bo'lsak, payg'ambarimiz aytgan sunnatlarni qo'limizdan kelgancha qilayotgan bo'lsak-ku, lekin yeyotgan luqmamizda shubha bo'lsa, harom bo'lsa, bu amallarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi qabul bo'lmaydi. Harom yeb, haromdan pul topib qilingan ibodat, qilingan haj, o'qilgan namoz, berilgan sadaqa, tutilgan roza, rahmimiz kelsin o'zimizga. Agar pulimizni shubha harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarda birortasi qabul bo'lmaydi, birortasi bizga asqatmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba deb Rasululloh marhamat qilganlar. Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va amalu solihan. Inni bima ta'maluna alim. Alloh taolo anbiyolarga aytadi, rasullarga: "Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Albatta men sizlar qilayotgan ishlardan xabardorman" dedi. Payg'ambarlarga buyuryapti, haloliga savob amal qil. Payg'ambarimiz hadislarda aytadilar, Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Talabul halali vojibun ala kulli muslimin dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda. Halol narsani talab qilishlik har bitta musulmon ustidagi vojib. Ya'ni masjidga kirganda namoz o'qishligimizda qancha bir vojib amallar bo'lsa, shu vojiblarni albatta hammasini bajarishligimiz shart. Agar namozning vojiblardan birortasi tark bo'lib qoladigan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Shundaymi? Endi ko'chaga chiqqandagi qilinadigan vojib ish masjiddagi vojibdan ko'ra qiyinroq, ko'proq. Masjidda faqat o'zingizni kontrol qilasiz, o'zingiz adashmasangiz bo'ldi. Vojibni, farzini, sunnatini hammasini bajarasiz. Endi ko'chadachi? Sahl ibn Abdulloh rahimahulloh shunday deydi. Inson najotga yetmoqchi bo'lsa, 3 ta narsaga e'tibor qilsin. Bor yo'g'i 3 ta narsaga e'tibor qilib qo'ysin, shu odam najotda bo'ladi. Birinchisi, halol yesin. Ikkinchisi, farz amallarni birinchi o'rinda ado qilsin. Orqasidan sunnat yergasin. Qarang, farz, orqasidan sunnat, halol luqma avval aytilmayapti. Chunki biz aytayotgan farz ibodatlar, nafl ibodatlar agar luqmamiz harom bo'ladigan bo'lsa, qabul bo'lmaydi. Soddaroq qilib aytsangiz, televizoringiz 2 metrlik bo'lsin, ekrani 1 metrlik bo'lsin, har qancha hashamatdor oxirgi modeli bo'lsin, lekin svet bo'lmasa, u televizor bizga foyda qilmagandek. Biz 5 mahal emas, 15 mahal masjidga yursak, yiliga har safar haj qilsak, har dushanba, payshanba roza tutsak, nafl sadaqa qilsak, lekin topayotgan pulimiz harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarning bittasi bizga asqotmaydi. Hozirgi kunda odamlarning holati qanday? Hozirgi kunda ana shu tashqaridan bo'layotgan tashviqotlar, e'tiqodlar ta'sirida eng asosiy narsa qanaqa bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi, dunyo bo'lsa bo'ldi degan tushuncha kelib qolingan. Bolasi latoxonada jugara sanatar ekan. Yaxshi topar ekan shu latoxona deylar. Men yetib kelishga qaraganda boshqa ish qilganlardan ko'ra yaxshiroq pul topar. Kam mehnat ser hosil. 500 so'm, 1000 so'm har xil pul topib kelar ekan. Akkelib beradi, hali ota jonivor duoda qilib o'tiradi. Katta-katta duo qiladi. Topganingga baraka bersin deydi. Shu odamni qilayotgan ibodatlari xabada bo'ladi. Shu ibodatni harom luqma bilan qilayotgan bo'ladigan bo'lsa. So'rab qo'ying, oqsoqol, qayerdan topyapsan pulni? Nimcha oson topyapsan pulni? Qayerdan olib kelyapsan buncha pulni? So'rab qo'ying bir rahmatda. O'zingizga rahmingiz kelsin. Halolmi, harommi, bormi? Demak, Alloh yaxshi ko'rgan. Yutuqda shu odam. Endi faqirmi? Demak, shu odam ziyonda. O'lchovlarga nima bo'lgan? Qani bir chiklam haromlikni o'tib ketib qolib, gumonlikni o'tib ketib qolib, o'zini ko'kartirib qayt qilgan Abu Bakrga o'xshagan odamlar. Qani o'lchovlar? Yaxshi hayot nima bilan edi? Iymon bilanmidi? Halollik bilanmidi? Ribo, harom,
noto'g'ri yo'l bilan topilgan, g'ulul bilan, makr bilan, shubha bilan, makruh bilan, shubha bilan topilgan narsalar, agar mana shu 6 ta narsadan bizni topayotgan pulimiz pok bo'lsa, demak shu pulimiz halol. Qaytaramiz. Harom, ribo, noto'g'ri yo'l, g'ulul, makruh hamda shubha. Mana shu 6 ta narsa yo'q bo'lsa, bizni topayotgan pulimiz halol ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida va Qur'ondagi juda ko'p oyatlarda riboni qanchalik og'ir gunoh ekanligi siz bilan bizga bayon qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu 'indallohi min 36 zaniyatan." Riboni bir dirhamini bilib turib yegan kishining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilgandan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Haromligini, riboligini bilib turib yeyotgan odam 36 marta zino qilgan odamdan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Shariat islomiya avvalambor bir gunohni qilishlikni yo'llarini hammasini bekitib qo'yib turib, harom qilib qilma deydi. Harom yegan odam hech qachon iymon lazzatini topa olmaydi. Masalan, mana haligi uyda tarbiya borlar haromni ko'rib qolsa, namoz o'qiyotganda imom yig'laveradi. Zo'rg'a o'zim ushlab qoladi, Qur'on eshitib yig'layotganlarni ko'rasiz. Shu biz odamlarda shu Qur'onni eshitib tur yig'lashlik yo'q-da deysan. Endi ular tushunadi-da, arabda ular deymiz. Qur'on oyatlarini eshitganida, namozda turganida, zikr bo'lganida Allohni eslatganda kim yig'laydi? Ya'ni ko'proq yig'laydigan odamlar moli dunyosi halol bo'lgan odamlarni iymon lazzatini totishligi boshqalardan oson. Bu degani boshqalar totmayapti degani emas, buni to'g'ri tushunaylik. Halolni ko'p yegan odam iymonda lazzatini shunda totadi. Yana asarlarda shunday keltiriladi. Kim ko'zini haromdan tiysa, nafsini shahvatlaridan qaytarsa, qalbini doim ta'qib qilib kuzatib tursa, yana oxirida halol luqma yesa, zehni va farosati hech qachon xato qilmaydi. Tushunalingmi? Aql hushi joyida bo'ladi degani. Gunohlardan o'zini tiyib, halol yesa, kallasi joyida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam: "La yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha mal amin halalin am min harom." Odamlarning ustlariga shunday bir zamonlar keladi, kishi o'zini molini qayerdan olganligida shubha qilib qoladi. Ya'ni halolmi, harommi ikkilanib qoladi. Chunki payg'ambarimiz boshqa hadisda aytganlar, insonlar ustiga shunday bir zamon keladiki, Abu Dovud ibn Majah rivoyati. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahad illa akala riba. Sahih hadis. Shunday bir zamonlar bo'ladi odamlar ustida, ribo yemagan odam qolmaydi dedilar. Sahobalar: "Ya Rasululloh, hammasi yeydimi bir chekkadan?" deganda, "Yo'q. Man lam ya'kul minhu yusibhu ghubaruhu." Yemaganiga riboni chang urib turadi. Ya'ni ribo bilan muomala qilgan odam bilan muomala qilasiz. Riboga guvoh bo'lib qolasiz. Riboda eshitib qolasiz. Ribo bilan shug'ullanadigan odamni uyiga chaqiradi, majbur borib qolasiz. Riboni changi urmagan odam qolmaydi dedilar. Ya'ni ayni zamon shunday zamonlarki, ribo oshkora e'lon qilinadi, targ'ib qilinadi. Tashviqot ketyapti. Ochiq harom narsadan tashviqot ketyapti. Odamlarda ham tashviqchi dunyo bo'lib qolgan. Tijorat ichiga singillab qolsa, qo'lidagi pul aborati ozayib qolsa nima qiladi? Iloji yo'qmay qoldi-da, to'xtab qolmasin deb oldimda, nima qilay endi, hamma qilyapti. O'zi maqsad nima desiz, orqada qolib qolmaslik. Shunday odamlarni men ko'rganman, o'z ko'zim bilan birdaniga zo'r o'tib ketgan. Qimmat mashinalar, zo'r kiyimlar, zo'r bir jihozlar bilan bir 2 yil zo'r yuradi, keyin qolsa yo'qolib qoldi. Ha desa, ham yo'g'ini sotib ketibdi bir yoqqa tijorat degan. Surishtirib kelsangiz, riboga, protsentga pul olgan. 20 ming, 30 ming dollarni olgan, uyini zalogga qo'ygan, 20 ming dollar, 30 ming dollar birdaniga ketib qolgan odam nima qiladi? Albatta qimmat. Xullas boydaqa yashaydi 2 yil.
Odamni ajabini qo'zg'atadigan narsa shu sutxo'rlikka pul olib xor bo'layotganligini ko'rib turib ham odamlar nima qiladi? Hali xuddi bunga tegmaydigandaqa shu musibat. Men shu chap berib yuboraman. Vaholanki sutxo'rlikka qo'lini urgan odamni Alloh taolo o'zi xor qilishini aytgan. Fa'azanu biharbi minallohi va rasulihi. Alloh va rasuli tomonidan o'zingizlarga urush borligini bilib qo'yinglar deydi. Alloh va'da qilyapti, xor qilaman deydi. Faqat vaqt. 1 yilmi, lekin xor bo'lishi aniq. Ribo, sutxo'rlik gunoh kabiralardan. Agar bir odamga opa-singling bilan zino qilasanmi desa, u odamning holi nima bo'ladi? Tepachash tikka bo'lib ketadi. Onang bilan zino qilasanmi desa, ahvoli nima bo'ladi? Insonda aqli bavar qilmaydi bu narsaga. Lekin sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamning gunohi onasi bilan zino qilgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sahih hadis Ibn Mas'uddan, "Ar-riba 73 baban, aysaruha mislu an yankiha rajul ummuhu." Riboni dedi Rasululloh. 73 eshigi, ya'ni 73 xil gunohi bor ko'rinishi. Mana shu gunohlardan eng yengili kishi o'zini onasi bilan zino qilganligiga teng keladi deydi. 73 tani eng yengili qaysi desa, onasi bilan zino qilsa, riboxo'rda eng yengil gunoh shunday to'g'ri keladi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Ribo, sutxo'rlik nafaqat shariat islomiyada, barcha samoviy shariatlarda harom qilingan. Hatto yahudlarning shariatida ham o'zaro bir-biri bilan muomala qilganda ribo harom. Ular boshqalar bilan muomala qilayotganda riboga pul beradi, lekin o'zaro bo'lsa riboga emas, qarzga berishadi. Nasroniylarda, mana Luqo injilida shunday bir qatorlar bor ekan, agar odamlarga qarz bersangizlar, ulardan mukofot kutmanglar. Ya'ni qarz berib turib foyda olaman demas, sutxo'rlikka pul berma deyapti Nasroniylarda kitoblarida. Unda qanday fazl qoladi o'rtalarida degan. Ya'ni boy bo'lib turib yordam qilmasang, seni boyligidan nima foyda degan. Bu samoviy shariatlar ekan. Johiliyat davridagi arablar ham riboni harom deb bilgan. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixini o'qiganimizda shunday bir joyga kelgan ediki, Ka'batullohni ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Devorlarning g'ishtlarini yiqitishdi. Endi qaytadan devorni urishga kerak bo'lganda Quraysh aytishdi. Bu Allohning uyi. Bunga faqat halol pulni sarflaymiz, harom pullarni sarflamaymiz. Harom pul nima edi? Mahri bag'i, zino bilan topilgan pul, odamlarga zulm qilib pul topadigan odamning puli hamda ribo. Mushrik bo'lgan, johil bo'lgan Quraysh arablari ham johiliyatda riboni haromligini yaxshi bilishgan. Shariat islomiyada riboni haromligi haqida qat'iy Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va agar chindan mu'min bo'lsangizlar, sudxo'rlik sarflarini tark qilingiz. Ya'ni odamlarga bergan qarzlaringizdan chiqadigan foydasini olmangiz. Iymonni sharti bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, sudxo'rlikni yig'ishtiringlar. Agar shungacha qilingan bo'lsa, hozir qilinayotgan bo'lsa, muomalalar bor bo'ladigan bo'lsa, Allohdan taqvo qilaylik. Onasi bilan zino qilgan bilan teng deyapti. Yig'ishtiraylik. Oxiri xor bo'lishligi ming marta aniq. Faqat qachon degan savol turib xolos. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallohi va rasulihi. Endi agar farmonimizni qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. Alloh taolo o'zi urush e'lon qilishiga aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Akilu riba mukiluhu va katibuhu va shahiduhu shahidahu idza lamasu zalik. Mal'ununa ala lisan Muhammad va ila yawmil qiyamah." Riboni yeyuvchisi, riboni yediruvchisi, yozuvchisi, guvoh bo'luvchisi Muhammad alayhisolamning tili bilan qiyomatgacha la'natlangan deyilyapti. Shu pul kerak edi, ishora qilib qo'ydingiz. O falon shu prosentga pul beradi dedingiz, siz ham sherisiz. Addalu ila shay kafalihi. Bir ishga dalolat qilgan odam shu ishni qilgan bilan barobar. Biz eng kamida riboga olyapman desa, riboga beryapman desa,
indamay qo'yishligimiz ham rozilik bo'lib qoladi. Eng kamida bu harom, bu narsani qilma, Alloh bu narsani man qilgan deb qo'ymasak, biz ham sherik bo'lib qolishlik xavfimiz bor. Mana aytilindi-yu, chang uradi hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa eshitasizda prostatga pul olganini. Endi nima qilay, iloji bo'lmay qoldi deydi. Ribo gunoh kabiralardan deb aytdik. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbathu ash-shaytonu minal mas. Sutxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida jin chalgan majnun kabi turadilar. Jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Ahallallohu bay'a va harrama riba. Nima endi oldi sotdi savdo ham o'sha ribo deganida Alloh taolo yo'q. Oldi sotdini Alloh halol qildi, riboni harom qildi dedi. O'zi ribo haqida alohida darslar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir sahoba bir 2 kilo yangi uzilgan xurmo olib keldi. O'rtaga qo'ydi. Hali Madinada pishib ulgurmagan. Qayerdan oldingiz buni dedi? Uyimdagi o'tgan yili pishgan xurmoni qoqisidan 2 kilo berdim yoki 3 kilo berdim. Uni evaziga yashangadan yangisidan 2 kilo oldim deganda bu ribo dedi. Narsaga bitta jinsdagi narsani o'sha jinsga almashtirishlik ziyodasi bilan ribo bo'ladi. Hozir menga 4 ta pul berib turing, bahorga chiqib 5 ta qilib beraman. Olib borib sot dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chiqqan puliga o'sha yashangani svejisini olib keldi. Bu nozik joylar juda ko'p. Boshqa pochtada aytganmiz. Bunda sotiladigan mashina bor. Bunga mashina kerak, sizda ma'lumot bor, informatsiya bor. Shu o'rtada turib qo'yasiz. Ish qilib qo'yasiz. Bizni salaf solihlarımizdan Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Fuzal ibn Iyos, Sufyon as-Savri aytgan ekan. Allohni bitta ekanligi haqidagi ilmni o'rganganingdan keyin birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa oldi sotdini bilishing, taloq nikohni bilishing, hayzli kasbni hukmlarini bilishing degan ekan. Mana savdoga borayotgan birodarlarimiz qancha foizli savdo kitobini o'qigan shariatimizda. Umar ibn Hattob, Ali ibn Abi Toliblar bizni bozorlarimizda shariat ilmini bilmagan odam savdo qilmasini hukm qilgan ekan. Alloh rahmat qilgan odamlar so'rab turadi, bunday bo'ldi, halolmi, harommi deb. Bo'lmasam ketaveradi. O'zi rozi bo'lib berdi deb qo'yadi. Mana sutxo'rlik nima? Sutxo'rlik soddaroq qilasiz, 10 so'm berasiz, bir oydan keyin 11 so'm pul qaytarib beradi. Shu. Foydasi naqd turibdi, foydasi zohir turibdi. Bu insonning ko'zida zohir turibdi. Alloh taolo aytadi: "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat, vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Mana eshitib turinglar. Alloh sutxo'rlikning foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday sutxo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va sutxo'rlik qiladigan jinoyatchi kimsani sevmaydi. Alloh aytayapti, sadaqani ajrini, sadaqani foydasini ko'paytirib beraman, sutxo'rlikni yo'q qilaman. Mana yo'q qiladi so'zining ma'nosi dunyoda deydi ulamolar. Sutxo'rning puli ko'p bo'lsa ham barakasi bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadi, yo'q qiladi degan maqsad Alloh bu sutxo'rlik bilan topgan odamni namozini, ro'zasini, zakotini, hajini, sadaqasini, hatto sila rahmini ham qabul qilmaydi. Bu odam xolaganini qilaversin. Agar sutxo'rlikni tashlamaydigan bo'lsa, xolagan ishini qilaversin. Chunki namoz o'qisa ham foydasi yo'q, zakot berib haj qilsa ham foydasi yo'q bu odamga. Shuning uchun qaraylik atrofimizda, so'raylik akalarimizdan, ukalarimizdan, pulingda shu ribo yo'qmi? Alloh saqlasin. Nasihat qilaylik bir-birimizga. Riboxo'r, sutxo'r odamni oladigan jazosi nima? Sumr ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar. Tush ko'rganlar aytar edi. Kunlarda birida yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida payg'ambarimiz ana shu Isro va Mi'roj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi-da, tushida mana haligi yetimda molini yegan, gap tashlagan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Mi'roj kechasida ko'rgan ishlaridan riboxo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishini yetalab ketgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan qorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi.
Mana bilamiz, annaru yuraduna alayha ghuduwa va ashiya. Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lgunicha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bu qorni katta kishilar kimlar deganida bu so'rlarda javob beradi. Odamga bitta ta'sir qiladigan narsa sutxo'rlik qilib shuncha puling bormi qo'lingda yig'la. Chunki sutxo'rlik qilmaganingda ham shuncha pul bo'lardi ekan qo'lingda. Alloh rizqingga shu pulni yozgan ekan, sen harom tomondan olsan faqat xolos. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh peshinangga yozgan ekan, bo'lar edi. Endi hamma sutxo'r ham zo'r emas qarasangiz. Pulini undirib yurganlari bor, prosentiga prosentini qo'shib. Rizq tushunmaganligidan. Alloh taolo sutxo'rlik bilan shug'ullanganlarga va'idni va'da qildi. Fa illam taf'alu, u holda agar to'xtamasanglar ribodan, Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'yinglar. Endi dunyoda 3-4 chaqasi deb turib, arzimagan dunyoda 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. Riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taoloning azobi tushishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakatni keltirishligini olib keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan keltirilgan hadis: "Vallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yabitanna nasu min ummati ala sharrin va batarin va labin va lahbin fayusbihu qiradatan khanazir bistihlalihim al-maharim." Imom Ahmad Musnadda keltiradi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kechkirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipek kiyim kiyganlari sababli ular tong yotganda to'ng'iz va maymunlardek tong yottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo deganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarni birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni, mana kechki payt u kishining darsi bor ekan, payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval, masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldida, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida shayx ko'pchilikning duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsin. Otama haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqqa bir achinarli, xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix qissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otasi haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'riqni sezdida yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishga kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdida, qattiq bir ovozni eshitdik, birdaniga jimib qoldi otam dedi.
Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi, harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turardi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib, onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi. "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sudxo'rlikka pul berardi." Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sudxo'rlik bilan tirikchilik qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'ir yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil 2 yil yotib jonni olgan bandalarga rahmi ketdi. Gunohlarini dunyoda tozalab turib ketibdi. Bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: ha, ana shu uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha. Alloh man qilgan ish qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'tgan edi. Harom bilan go'sht temirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin. Sudxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sudxo'rlikka qo'l urib, tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetkach, sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib, o'quvchilarga dars beryapti. Shunday gapirib turib, joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryapti-da, shuni yiqilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlardi. Odamlar eshitganmiz, sabbo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonning hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. Rizq quvish kerak emas, rizq yozilgan. Rizqqa sabab bo'ladigan mehnatni qilamiz, biz baraka qidirishimiz kerak. Baraka bir narsaning ustida ilohiy hayriyatning davomiy turishi. Bir narsaki uni ustida ilohiy hayriyat davomiy turadi. Qaysi narsa Allohning toatiga sarflanayotgan bo'lsa, demak shu narsa barakali. Pulingiz Alloh rozi bo'ladigan joyga sarflanyaptimi? Demak pulingizda baraka bor. Vaqtingiz Alloh rozi bo'lgan ishlarga ketyaptimi? Demak barakali. Umringiz Allohni rozi qiladigan ishga sarflanyaptimi? Demak umringiz barakali. Muhammad alayhisolatu vassalam va u zotning sahobalari eng taqvodor insonlar bo'lishgan. Ana shu taqvo sabablarini qoyim qilishida eng peshqadam inson bo'lishgan. Shuning uchun ularda hamma yo'q barakali bo'lgan. Umri ham, puli ham, vaqti ham, sog'ligi ham. Barakali inson qanaqa bo'ladi u? U shunaqa odamki, qayerda bo'lsa ham u undan foydalaniladi. Barakali odam qayerda bo'lsa atrofidagilarga foydasi tegadi. Endi inson taqvosi kuchaygan sari, Allohga yaqin bo'lgan sari barakasi ham ziyoda bo'lib boradi. Vaqtiga, umriga baraka kiradi. Qisqagina vaqtda ko'p ishlarga yo'laydi, ozgina mablag'i bilan katta amallarni qilishga muvaffaq bo'ladi. Barakali kishi qanaqa bo'ladi? Barakali kishining suhbati ham barakali bo'ladi. Eng barakali inson
bu ilmli inson. Hadisda aytiladi-yu. Katta hadis. Farishtalar bu odamlar haqida Allohga hisob berganda Alloh ularni hammasini gunohini kechirganligini aytadi. Ilm majlisi niyatida kelganlarni. Shunda farishtalar Parvardigor, mana banda ilm majlisi deb kelgani yo'q. Bir ishi bilan keldi. Uni ham kechiraversanmi deganida Alloh taolo aytdi, u majlis, ilm majlisi shunday majliski, u yerda o'tirgan odamlar shunday odamlarki, ular bilan birga o'tirganlar bu narsadan, xayriyatdan mahrum bo'lmaydi. Ma'qulmi? Ilm majlisi eng barakotli majlislardan. Barakot. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlarni barakotli qildi. Makonlarni, vaqtlarni, o'rinlarni. Ana, barakali vaqtga misol. Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi barakali kecha. Laylatul Qadri xoyrun min alfi shahr. Boshqa oyatda inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin dedi. Albatta biz uni bir muborak, barakotli kechada nozil qildik. Ramazon kechasi hammasi barakalik, endi uning ichida Qadr kechasi barakasi ziyodaroq bo'ladi. Chunki Qur'on nozil bo'lgan kecha barakali bo'lmay iloji yo'qda. Chunki Qur'onning o'zi tushganligi bu kechani barakasi uchun kifoya qiladi. Zulhijja oyining 1-10 kuni. Bu ham muborak kunlar. Barakali vaqtlardan tong pallasi barakali birodarlar. Rizqni kelishi, baraka yo'llari ochiladigan vaqt tong paytda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizning Muhammad alayhisalomning ummatini tongi vaqtiga baraka tilaganlar. Aytganlarki, Allohumma barik li ummati fi bukuriha. Parvardigor, ummatimning ertalabki vaqtini barakali qilgin. Yo'q birodarlar, bomdoddan keyin uxlash mumkin emas degan gap yo'q. Kun chiqqandan keyin uxlasangiz, o'sha baraka bomdod namozi bilan kun chiqishlik orasida bo'ladi. Kun chiqqandan keyin uxlavering. Bilasizmi, bomdodni masjidda o'qigan va o'sha uxlamagan kuningiz qandaydir 25 soatga o'xshab ko'rinadi. U chakkani ishini qilmaysan, yana vaqting qoladi. Demak, tong pallasi barakali birodarlar. Bomdod namozini o'qigandan keyin o'sha biz aytayotgan zikrlarni aytsangiz-chi, kun chiqib oladi. To'g'rimi? Bomdod namozi bilan kun chiqish orasidagi uyqu birodarlar, kunni eng zo'r vaqtini boy berishlik bo'ladi. Qadr kechasi barakalik, Zulhijja oyining avvalgi 10 kuni barakalik, sahargi vaqt barakalik. Endi o'rinlardan barakaligi. Baytulloh, Ka'ba-i muazzama barakotlik. Yer yuzida birodarlar bironta uy yaxshiligi ko'p, haloyiq uchun xayriyati davomiy bo'lgan Ka'bachalik bo'la olmaydi. Xayriyati ko'p, haloyiq uchun barakasi davomiy bo'lgan Ka'bachalik boshqa bir uy yo'q. Bu uyni barakotli ekanligini Alloh taoloning o'zi aytayapti. Astagfirullah. Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan va hudan lil alamin. Albatta odamlar ibodat qilishlari uchun qurilgan birinchi uy Makkadagi muborak va butun olamlar uchun hidoyat bo'lgan Ka'ba. Demak, Ka'ba-i muazzama barakot. Barakaligini ko'ringki, Ibrohim alayhisolamning duosi tufayli hech qanday ekin o'smaydigan joyda dunyoning hamma meva-chevasi bor. Ka'ba-i muazzamada o'qilgan bir rakat namoz, nafil namoz. Boshqa masjidlarda o'qilgan 100 ming rakat nafil namozga teng. Barakotli o'rinlardan Madina-i Munawvara. Madina-i Munawvara muborak birodarlar. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina-i Munawvaraga Robbisidan barakot tilab duo qilganlar. Allohumma ja'al bil madinati dhi'fa ma ja'alta bi Makkata min al baraka. Muttafaqun alayh. Parvardigor, Madinaga Makkaga bergan barakangdan 2 barobarini bergin. Muhammad alayhisalomning duolari ijobat birodarlar. Makkadagidan ko'ra 2 barobar ko'proq baraka berib duo qilyaptilar Rasululloh.
Allohumma barik lana fi madinatina va barik lana fi sa'ina va muddina. Ikkinchi duolari. Parvardigor, Madinamizga baraka ber. Bizga soyimizni va muddimizni barakali qilib ber. Ya'ni o'lchov birliklari. Masjidul Nabaviy barakali birodarlar. Unda o'qilgan 1 rakat nafl namoz boshqa masjidlarda o'qilgan 1000 rakat nafl namozga teng. Masjidul Aqso va uning atrofini Alloh taolo barakotli qilib qo'ydi. Astagfirullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqso allazi barakna hawlahu. Alloh bir kecha o'z bandasini unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zotdir. Masjidul Aqsoda o'qilgan 1 rakat namoz birodarlar, boshqa masjidlarda o'qilgan nafl namozlardan 500 rakatiga teng bo'ladi. Demak, Alloh taolo vaqtni barakotli qilgan ekan, Alloh taolo joyni barakotli qilgan ekan. Alloh azza va jalla ana shu salafus solihinlarni yaxshilikni va barakani asli bo'lgan Qur'oni Karimni o'rganishlikka hidoyat qildi. Hamma barakot Qur'onda. Hamma barakot sunnatda. Mana shu Qur'on bilan sunnatni o'qib o'rganib amal qilishlikka Alloh u salafus solihinlarni hidoyat qildi va natijada ular barakotga ega bo'lishdi. Usmon ibn Affon Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadiya qildi. Jayshul Usrani jihozladi. Kambag'al bo'lib qoldimi shu bilan? Yo'q, Alloh taolo barakot berdi. Moli dunyosini hisob kitobi yo'q edi. Abdurrahmon ibn Avf Jayshul Usraga molini yarmini olib keldi. Payg'ambarimiz duo qildilar. Olib kelganingizga ham, qoldirib kelganingizga ham baraka bersin. Abdurrahmon ibn Avfning moli shunaqa ko'paydiki, Madinaga sig'may qoldi. Karvonlar, tuyalari. Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu ansorlarning sayyidlaridan edi, Madinaning sayyidlaridan. 31 yoshga kirganda islomni qabul qilgan edi. Vafot etganida 37 yoki 38 yoshda edi. 6 yil yoki 7 yil islomda umr ko'rdi. Lekin shunday barakotli hayot bo'ldiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu inson muborak inson edi. Qarang, hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, kasal ko'rgani ham ulgudi. Janozaga ergashgani ham ulgudi. Sadaqa qilishga ham ulgudi. Bu ulug' sahoba Rasulullohdan keyin bor yo'g'i 2 yil xalifa bo'libdi. 2 yildan ozgina ko'proq. Lekin mana shu 2 yil muddatda ichida shunaqa katta g'alabalar, futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. 2 yildan sal ko'proq muddat. Mana shunga o'xshagan qisqa muddatda ichida juda katta bir xayriyatlar erishgan yana bir ulug' inson. Ummaviylarning xalifalaridan bo'lgan Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz bu kishi ham musulmonlarga xalifa bo'ldi-da, 2 yildan ko'proq umr ko'rdi. Endi u kishining barakotini ko'ringki, taqvosini ko'ringki, davlat ishida olib borgan adolatli siyosatini ko'ringki, yurtda shunaqa baraka, shunaqa kengchilik yoldiki, kambag'al qolmadi. Insoniyatning oltin davri deydi tarixchilar mana shu davrni. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, kambag'alni qidirishiga to'g'ri kelgan. Haqiqatan ertakka o'xshayaptimi? Lekin shunaqa bo'lgan. Agar adolat hokim bo'lsa mamlakatda, bir yurtda adolat qoyim bo'lsa, shu yurtda albatta xayriyat yoyiladi. Bir zavodda, bir fabrikada, bir tashkilotda rahbari adolatli bo'lsa, oilani boshlig'i adolatli bo'ladigan bo'lsa, baraka keladi. Mana avvalgi darslarimizda aytdik-ku. Ahmad ibn Hanbalning musnadlarida keltirilyapti. Banu Umayyaning xazinalarining orasida xurmoning danagichalik keladigan bir dona bug'doy turar edi. Bir dona bug'doy xurmoni danagichalik keladi. Yozib qo'yilgan, bu
adolat qoyim bo'lgan davrda o'sar edi. Umar ibn Abdulaziz davrida xazinada pul shunaqa ko'payib ketdiki, sarf qiladigan joy qolmadi. Davlatda sarflaydigan joy qolmadi pulda. Nima qiladi? Xalifa buyurdi. Qarzdorlar bo'lsa e'lon qilinglar. Kelsin, davlatning hisobidan qarzlarni uzib qo'yamiz. Qarzdor ham qolmadi. Yana pul to'lib toshyapti. Baraka. Yana buyurdi. Buyuring. Uylanishga imkon bo'lmayotgan bo'ydoqlar bo'lsa, kesin uylab qo'yamiz. Eshitsang ertakka o'xshaydi, lekin barakotli odamlar shunaqa bo'lgan. Adolat qoyim bo'lsa, adolat hukm sursa, barakot mana shunday yoyilgan. Salaf solihlardan biri aytadiki, Qur'on tilovatini qancha ko'p qilganim sari vaqtimga baraka kirishni boshladi. Qiroatni, tilovatni ko'paytiraverdim, vaqtimga baraka kiraverdi, shunday qilib 10 poraga yetkazdim bir kunda deydi. Ulgurmayotganlar hech narsaga. Vaqti yetmayotganlar. Tushunarlimi ishora? Eslangda, Qur'on o'qishni bilasiz, qachon o'qidingiz bir porani o'tirib. Va qarangda, telefoningizda qancha o'tiribsiz kunda. Endi ulgurmaysiz hech narsaga. Bu ulug' insonlarning hayotiga nazar soladigan bo'lsak, ular hayotida baraka topgan ekan. Qanday erishganlar bunga? Ikkita narsa bor. Iymon va taqvo. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Biz birodarlar, baraka haqida gapirganimizda Alloh taoloning ushbu oyati doim ko'z o'ngimizda tursin. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Mana bu oyat bizi ustimizga baraka kelishligining formulasi. Alloh taolo aytayapti, agar qishloq ahllari, umuman odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Xulosa, sizning iymoningiz va taqvoingizga yarasha ustingizga baraka keladi. Iymoningizga yarasha, taqvoingizga yarasha baraka keladi. Baraka nima? Al-barakatu hiya subutul khayril ilahi fi shay. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning sobit bo'lishi. Baraka hammamizga kerak, birodarlar. Hech kim barakadan behojat bo'la olmaydi. Hatto anbiyo va rasullar ham Allohdan baraka so'rashgan. Inson farz va sunnatlarni bajarishiga yarasha, harom amallardan tiyilishiga yarasha baraka keladi. Baraka iymoning va taqvoiga yarasha bo'ladi. Halol haromni farqiga bormaydigan odamlar bor. Va halol haromni farqiga boradigan taqvodor insonlar bor. Bu ikkisi hargiz barobar bo'lmaydi. Otamiz Odam alayhissalom, onamiz Havvo. Bu ikkisini Alloh taolo jannatga kiritganidan keyin ularga jannatning hamma ne'matlarini, mevalarini halol qildi. Faqatgina mana bu daraxtga yaqinlashmanglar, buni totsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar. Butun boshli jannat ikkalasiniki va bitta man qilingan narsa bor. Bo'lishlik kerak, Alloh taolo sinashni, imtihon qilishni xohlab otamiz Odam alayhissalomni. Shayton Odam va Havvoni vasvasa qilishida davomiy bo'ldi. Sizlarga bir daraxtni ko'rsataymi-ki, agar uni yesanglar abadiy yashaydiganlardan bo'lasizlar. Agar o'sha daraxtning mevasidan yesanglar, maloikalarga, farishtalarga aylanib qolasizlar. Astagfirullah. Fadallahuma bighurur. Falamma zaqa shajarata badat lahuma sawatuhuma va tafiqa yakhsifani alayhima min faraqil janna. Xo'p, yeb qo'ydi. Endi nima bo'ldi? Bas aldov bilan ularni tuban holatga tushirib qo'ydi. O'sha daraxtdan totib ko'rishlari bilanoq avratlari ochilib qoldi va o'zlarini jannat yaproqlari bilan to'sa boshladilar. Harom ishni qiluvdi, mukofoti darrov berildi. Harom narsani yedi, kasofati darrov urdi. Musulmon odamga harom yoqmaydi. Biroda 5 so'm pul o'tib ketdi, biroda haqqini yeb qo'ydi, birdan albatta teshib chiqadi tezda. Zo'r bu. Sirazi teshib chiqdimi? Zo'r bu. Chunki
Kecha xato ishni qo'ydingiz, bugun pachag'iz chiqdi. Endi qilmaysiz uni. Ammo haromni kasb qilib, haromni puydamasdan yeydiganlarni yillab bir joydan teshib chiqmayotganligi yaxshilik alomati emas. Buni istidroj deyiladi. Ko'tarib yerga chopish deyiladi. Ana haromda ta'sirini ko'ring birodarlar. Otamiz Odam alayhisalomni jannatdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Keyin mana shu qoida joriy bo'ldi. Har qanday pokiza narsa halol. Qaranglarda shariatimizda nima man qilib harom qilingan bo'lsa, albatta habis iflos narsa bo'ladi. Cho'chqami o'zining axlatini yeydi. Cho'chqami boshqa hayvonlar axlatini yeydi. Turq tarovatini ko'ring. Uni turqiga qarab turib harom qildimi Alloh taolo? Yo'q, undan xunuk hayvonlar bor, harom emas. Uni figurasi uchun harom qilindimi? Yo'q. Nopok, habis bo'lganligi uchun. Va yuhillu lahumut tayyibati va yuharrimu alayhimul khaba'ith. U payg'ambar pok narsalarni ular uchun halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. Aytinglarda shariatimizda harom deyilgan narsani birontasini pokiza deya olasizmi? Aroqni oling. Aroq ichganda nima bo'ladi odam? Biz ichmasak qanday? Yo'q, ichmaganlar biladi uni. Chunki ichib olgan nima bo'layotganini ko'rmaydi o'zini. To'g'rimi? Abu Bakr Siddiq ichmagan ekan hech qachon. Johiliyatda ham. Nimaga desa, bir odam mast bo'lib olib, shunaqa mast bo'lib, yiqilib tushib, qo'li loy bo'lganda o'zini bavli bilan qo'lini yuvayotganini ko'rib, agar aroq ichishlik shunga olib boradigan bo'lsa, erkak kishining muruvvatini yo'q qilsa, ichmayman deb o'ziga harom qilgan edi. Ribo, sutxo'rlik. Harom desang, kimda aytadi, nimasi harom? U ham tijorat, bu ham tijorat. Unda ham mana shuncha pul ishlataman, 10% foyda olaman. Mana bu ko'chadagi oldi sotdik ishlatsam, 10% foyda olaman. Nima farqi bor deydi. Ha, to'g'ri, senga farqi yo'q. Chunki halol haromning farqiga musulmon odam boradi. Musulmon odam boradi. Qalu innamal bay'u mithlu riba va halallohu al-bay'a va harrama riba. Ular aytishdi, bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh taolo bayni halol qildi, sutxo'rlikni harom qildi. Sutxo'rlikni birodarlar oqibati nihoyatda og'ir. Qiyomatda sutxo'r odamga malaikalar ol qurolini deyshadi. Nima qilaman? Alloh bilan urushasan deydi. Agar yeyishingiz, ichishingiz harom bo'ladigan bo'lsa, harom bilan o'ralgan bo'lsangiz, duoingiz ham ijobat olmaydi, amalingiz ham qabul bo'lmaydi. Ribo harom. Bu insonni halokatga olib boradi. Faqat sen buni o'zini ozgina insoniy aqling bilan tushunmayapsan xolos. Odamlar bor. Yeyishida, ichishida, kiyinishida, yurish-turishida, oldi berdisida halol bilan haromning farqiga bormaydi. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati va amalu soliha inni bima ta'maluna alim. Yuborgan barcha payg'ambarlarimizga shunday degan edik. Ey payg'ambarlar, halol, pok taomlardan yenglar va yaxshi amallar qilinglar. Albatta men qilayotgan amallaringizni bilguvchidirman. Davlenasi bor odam qo'yog'ida osh yesa davlenasi oshib ketadi. Doktor aytadi, mana narsani yemang deydi. Yesiz pachaq olasiz deydi. Yeydi pachaq oladi. Alloh taolo mana narsa harom qilma dedi. Qilgan pachaq bo'laveradi. Kunlarning birida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zining quli ishlab topib kelgan narsani olib yedi, qorni ochib. Endi qul, Abu Bakr Siddiqning quli hammollik qiladimi, birovni ko'mirini tashaydimi, yukini tashaydimi, topib kelgan narsasini Abu Bakr Siddiq halol yeydi. Har safar olib kelganda qayerdan olding, nima qilding deb so'rab qo'yardi-da, bu safar so'ramasdan yeb qo'ydi. Yutib oldi. Sayyidim har safar so'rar edingiz, qayerdan olding deb. Bugun so'ramadingiz, ha, qayerdan olding? Johiliyatda kohinlik qilgan edim, pol ochgan edim, shu qolib ketgan edi, shuni hozir beruvda olib kelib sizga berdim dedi. Abu Bakr Siddiq bu kelgan luqmani asli harom ekanligini bilganidan keyin barmoqlarini og'ziga tiqib, talqumiga tiqib, boyagini qayt qilib chiqardi. Bilmasdan yevordi bo'lmasam, bilib turib qilgani yo'q. Yonidagi kishilar Siddiq, "Ana muncha o'zingizni qiynaysiz" deganida u kishi aytdi, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni shunday deganini eshitganman. Haromdan ungan go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq." Abu Bakr Siddiq nima chiqarib yubordi buni? Chunki halol bilan haromning farqiga borar edi. Bir tovar sotdingiz, qolib ketibdi ikkitasi bu yoqda. Zo'robdi o'zimizga qoldi. deb qo'yadiganlar bor. Ili ushab turadiganlar bor. Keyin safar shu klient kelgacha.
Domla, bir zapchast sotuvdim palonchidan, moncha so'mlik zapchast qolib ketibdi, taniyman u odamni, nima qilaman 2 yildan beri ushlab turibman deydi. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Nima yutib olmadingiz loq qotib? Chunki halol bilan haromda farqiga borar ekansiz. Birodar, 1000 so'm topgan yolg'on gapirib. 100 so'm toping, Alloh taolo 1000 so'mda barakasini bersin. Kunlik tirishligini zo'r o'tkazadigan, kunligini topiydigan, ammo halol taqvoga urinayotgan odam bir tomon, to'g'ri kelgan narsani o'ylamasdan yutib qo'yadigan odam ikkinchi tomon. Bu ikki sargisdek bo'lmaydi. Sahobalarda ayollarni ko'ringlar. Uydan erini chiqarar ekan, tirikchilik qilgan chiqib ketayotganida, "Ey palonchini o'g'li, biz dunyoda sovug'iga, ochlig'iga sabr qilamiz, ammo jahannamning azobiga biz sabr qila olmaymiz. Bizga halol narsa olib keling" deyishardi. Ayollar erlariga eslatib qo'yishardi ertamanda. Halol topib keling, biz sabr qilib turamiz. Unaqa desa, kanishni taqvoga intilasizda, quruq qaytgan hijolat olmaysiz. Xotin bo'lmadi bugun deb. Bizkilar nima qiladi qo'limizga? Mana deydi. Nima u? Palonchini dedi, kichik o'g'li yaxshi chiqdi deydi. Shu dedi, 3 ta bolasini ichidan kichigi zo'r chiqdi deydi. Nimaga? Ular o'ynatadi u bozorda. U oqsoqol o'tirib duo qilib, katta-katta yeb o'tiraveradi. Qayerdan topib kelayotganini nima qilmaydi? Modomiki shu haromdan yeb ibodat qilyaptimi? Namoz o'qidi, to'g'ri. Lekin unga ajr berilmaydi. Harom narsani bizni ko'zimizga kim chiroyli qilib ko'rsatadi, bilasizlarmi? Kim? Shayton. Otamiz Odam alayhisalomni jannatdan nima bilan chiqardi? Ana shu Alloh taolo man qilgan narsani yegizishlik bilan, harom narsani chiroyli qilib ko'rsatishlik bilan. Harom narsani chiroyli qilib ko'rsatadi. Ana shu zinokor ham borib zinoni qilguvchi ko'ziga chiroyli ko'rinadi. O'sha zinoni qilib bo'lgandan keyin o'ziga o'zi bunday qarasin-da. Shunaqa yomon ko'radi o'zini. Oilasiga borgani, ayolini yuziga qaragani, bolalarning oldiga borgani uyaladi. Buni zino qilganlar yaxshi biladi. Shayton chiroyli qilib ko'rsatadi harom amallarni. Agar o'zini asl holati tursa, mu'min hech qachon bunga qo'l urmaydi. Amirul Mu'minin Umar ibn Abdul Aziz, xulofoi roshidlarning 5-chisi. Betob bo'lib asal egisi keldi. Ayoli 1 dinordimi, 5 dinordimi olib, xizmatchining qo'liga berdi-da, bor asal olib kel dedi. Bir kun, 2 kun o'tdi, qaytib keldi. Xalifaga asalni berdi ayoli. Asalni totib ko'rib turib, "Qayerdan keldi bu asal?" dedi. "Baalbakdan keldi" dedi. Ya'ni boshqa shahardan. Ya'ni bu shaharda bunaqa asal yo'q edi. "Kim olib keldi? Qanaqa qilib olib keldi?" dedi. "Barid" deydi arab tilida. Umar ibn al-Hattob davrida shu pochta birinchi marta joriy qilingan tarixda. Ana shu musulmonlar mamlakatini, pochtasini, xizmatini qiladigan otni minib borib kelgan edi xizmatchi. Pochtani, otini minib borib keldi, palonchi deganida xalifa shunday asalni berdi-da, olib chiqib bozorga sotinglar dedi. Pulimizni tanini olinglar, foydasini o'sha pochtadagi otlarni yemiga, yemoli qo'shib qo'yinglar dedi. Davlatning mashinasi minib yurgan, firmaning mashinasi minib yurgan, chasni o'zini xususiy ishiga ishlatishga haqqi bo'lmagan shoperlar, firmaning ekskavatorini minib turib, levi ishga ketib qolayotganlar, firmaning mashinasi minib turib yuk tashiyotganlar levi bo'lib qoldi deydi. Sovet davrida leviylik ish eng prestijli ish edi, to'g'rimi? Levisi bor ekanmi derdi. Oyligi kerak emas edi, ukalar oylik hech narsa emas edi. Levi bo'lsin. Levi nima? O'g'illik. Butun boshli o'g'illik edi hammasi. To'g'rimi? Spidometrlar benzin sotgan. Qarang, xalifa davlatni pochtasiga tegishli bo'lgan otni, uni yegani yo'q go'shini, u prosta ishlatib borib keldi. U faqat otni minib borib keldi. Haqqi yo'q edi. Pulini ana shu otlarni yemaga olib qo'shib qo'ylar yemadan deb aytib turibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innal halala bayyinun va innal haroma bayyinun va baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas." Halol narsalar aniq. Harom narsalar aniq. To'g'rimi? Odamlarning-chi savoli halol bilan haromdan emas ko'proq. Shubhali narsalardan. Ikkisining o'rtasida shubhali narsalar bor. Odamlarda ko'pi shu shubhadan bexabar. Endi kim shu shubhadan o'zini saqlasa, dinini, nomusini, obro'ini omonda saqlabdi. Kim shubhaga kirib qolsa, haromga kirib qoldi. Haromdan emas, birodarlar, shubhadan ehtiyot bo'lish kerak avval. Harom o'z-o'zidan chekada qolib ketaveradi.
duosi ijobat bo'lgan kishilardan Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu. Ya Rasululloh, duo qiling, dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. Alloh meni duolarimni ijobat qiladigan qilib qo'ysin. Qachon duo qilsam ijobat bo'laversin dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ya Sa'd, atib mat'amak takunu mustajabad da'va." Ey Sa'd, luqmangizni halol qiling, pok qiling, duoingiz ijobat odamlardan bo'lasiz. Sa'd ibn Abi Waqqosning duosi ijobat edi. Keyin so'rashgan: "Qana qilib yetishdingiz bu maqomga?" deganida, qo'limga olib og'zimga olib olgan har bitta luqmani qayerdan kelganligini bilardim. Qornimga tushayotgan har luqmani qayerdan kelganligini bilardim. Bizga ham shu imkoniyat bor. Halol yeylik-da. Halol yeylik-da, duolarimiz ijobat bo'ladi inshaalloh. Nima endi duoingiz ijobat bo'lyapti-yu, nimaga duoingiz ijobat bo'lmayapti? Sababini bildingizmi? Kim aybdor ekan bunga? Faqat o'zimiz ekan. Summa zakara ar-rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rob ya rob. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini aytdilar. Bir kishi safarga chiqdi. Uzoq yurdi. Qiylandi. Hamma yo'g'i kirib ketdi. Qo'lini ko'tarib duo qilyapti. O'zi musofir duosi ijobat bo'ladigan odamlardan. Musofirlik uchun ijobat bo'lish kerak. Ammo payg'ambarimiz aytayaptilar, uzoq safarga chiqqan, sochlari taroq tegmaganidan patila-patila bo'lib ketgan, chang to'zon sochini rangini o'zgartirib yuborgan bir kishi haqida gapirdilar. Haligi odam qo'lini ko'kka cho'zib, "Ya Rob" deyapti. "Ya Rob" degan uchun ijobat bo'lish kerak. Bir, musofir bo'lganligi uchun ijobat bo'lish kerak. Ikki, lekin yegani harom, ichgani harom, kiygani harom, harom bilan o'ralib qoldi. Buni duosi qanday ijobat bo'lsin? Qarang, duoni to'sadigan, ijobat bo'lishidan to'sadigan sabab to'rtta bo'ldi. Yegani, ichgani, kiygani va harom bilan o'ralganlik. Mana shu to'rtta narsadan bittasi bo'lsa duo ijobat bo'lmaydi. Ibnul Vard aytadi rahimahulloh, "Vallohi sen masjid ustunidaqa, masjidda turib namoz o'qisang-u, yegan luqmang harom bo'ladigan bo'lsa, bu ibodatlaringning senga foydasi yo'q." Demak, bu yengil masala emas. Halol bilan harom. Qancha namoz o'qing, qancha roza tutmang, qancha tasbih aytib, haj qilmang, harommi luqmangiz? Ajri bo'lmaydi. Haybarda musulmonlar katta g'alabaga erishdi. Yahudlar bilan hal qiluvchi jangda musulmonlar g'olib bo'lishdi. Musulmonlarning qatorida bir kishi jang qildi. Rasululloh bilan birga chiqqan g'azotda Yahudiylar tomonidan qatl qilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huwa min ahli